Keyinchi chiqmayapti. boltayapsizmi? Bo'ltayapti. Xo'sh, qarang, chiqmasligi sababi ko'p. Eng asosiy sababi o'tlarning o'zini sekin ishlashi hisobiga bo'ladi. Ko'p kuzatiladi bemorlar orasida. O'zi zastoy jelchi nima? Bu zastoy jelchini sababi shu o't qopni sekin ishlashidan. Jigar ichidagi o'tlarning sekin ishlashida. Bu yerda ajratuvchi umumiy o't yo'li borda, o'shani sekin ishlashida deb belgilanadi, deb hisoblanadi. Xo'p, muolajalar davomida hali bir kurs lechini olasiz, xudo xolasa. Ana o'sha paytda xudo xolasa effekt bo'ladi. Yani balki keyingi protsedurada o'sha ajralar. Diyeta o'sha boshladingizmi? Diyeta o'sha vaqtida ovqatlanib turish kerak, chunki o'sha yo'qning ajratadigan narsa siz ovqatingiz. Qachon siz ovqat yeysiz, o'sha paytda ajraladi. Yemasangiz turaveradi ichkarida. Keyin betartib ishlashni boshlaydi. O'sha keltirib chiqadigan shikoyatlar. Soatdan nechagacha ovqatlanish kerak? Ertalabki soat 6 dan boshlab bemalol kechqurungi 8 gacha davom ettirsangiz bo'ladi. Muolajaga keladigan kunlaringiz muolajadan keyin yeysiz. Qattiq ovqat emas. Da. Bilan analizlar tushundingmi? Ana bormi?